Qo'lbaga mana qotib ketgan yerda haydayaptilar. Yer ham o'zi qotib tarashasi chiqib ketgandi. Qotib ketgan ahvoliga mana bunaqa chiroyligina yer bo'ldi. Chiroyli qilib haydaldi. Agar zakaslar bo'lsa, zakaslar olaveramiz. Bemalol telefonlarni qoldiramiz. Bemalol ko'rib qilaverasizlar. Yo'qsa boraveramiz. Dastavkalar bor, dastavkaga borib beriladi. Qotib ketgan tarashasi chiqib ketgan yer edi mana. Yumshoq sport o'zi ham. Chiroyli bo'lib. Chiroyli qilib haydayaptilar. Olasizlar joylarini olib beramiz. Joylar olishlari ham bor. Olasizlar ularni ham xizmatlarimiz ham bor. Yer mana qotib yotdi, lekin bunda mana yer gandi sug'uryapti. O'zi joylar bunday ekanda. O'zlari mana chiroyli qilib mana haydayaptilar, yo'ldoshlarni. Mana bunaqa o't bosib yotadi yer. Mana shunaqa o't bosib yotgan yerlarni haydab mana chiroyli qilib mayin qilib turpoqlarni qaranglar. Mayin qilib chiroyli qilib qo'ydilar. Yumshoqqina bo'ldi. Qotib yotgan yer edi. Zo'r qilib qo'yardilar.